Garov. Qorong'u kuz oqshomi. Keksa bankir xonada u yoqdan bu yoqqa borib kelar. Bundan 15 yil ilgari mana shunday kuz oqshomida ziyofat berganini eslardi. Ziyofatga ko'plab aqlli, salim, orif mehmonlar tashrif buyurishgan va ko'plab maroqli suhbatlar bo'lgandi. Darvoqe, kechada o'lim jazosi haqida bahslashdilar. Mehmonlar orasida ancha-muncha olimlar va muxbirlar ham bor edi. Ularning aksariyati o'lim jazosiga norozilik bildirishdi. Ular jazoning bu usulini eskirgan, Nasoro diniga e'tiqodda bo'lgan xalqlar uchun badaxloq hamda sharmandalik deb topishdi. Kechada yig'ilganlarning ayrimlari o'lim jazosi umrbod qamoq jazosiga almashtirishlari lozim deyishdi. Fikringizga qo'shila olmayman, dedi bank sohibi. Kamina na o'lim, na umrbod qamoq jazosini boshdan o'tkazgan. Vaholanki, agarda ariori mulohaza yuritadigan bo'lsak, qatl umrbod qamoq jazosidan axloqiyroq va insoniyroqdir. Jallod mahkumning jonini bir necha daqiqa tanidan judo qiladi. Umrbod tutqunlik uzoq yillar davom etadi. Aytingchi, ularning qaysi bir insoniyroq? Bir necha soniyada o'ldiradiganimi yoki yillar davomida jonini zulukdek so'rib yotadiganimi? Jazoning har ikkalasi ham insoniylik tamoyiliga to'g'ri kelmaydi, ta'kidladi mehmonlardan biri. Chunki ularning har ikkalasi ham inson hayotini so'ndirishni o'z oldiga maqsad qilib qo'yadi. Hukumat Xudo degani emas. Modomiki u istagan taqdirda ham tortib olgan narsani egasiga qaytarib bera olmaydi-ku. Mehmonlar orasida 25 yoshlardagi huquqshunos ham bor edi. Bu borada u o'z fikrini shunday bayon etdi. O'lim jazosi ham, umrbod qamoq jazosi ham bir xilda badaxloq choralardandir. Biroq basharti ulardan bittasini tanla deysa, men albatta ikkinchisini tanlardim. Har holda yashamoq o'lmoqdan afzaldir. Davrada qizg'in bahs boshlandi. O'sha kezlari bir muncha yosh, shu bois serdiqqat bo'lgan bankir quyishqondan chiqib ketdi. Stolni mushlagancha yosh huquqshunosga qarab, "Bekorlarni aytibsiz. Hoynahoy siz umrbod qamoq jazosini yengil hisoblayotgandirsiz. Keling, garov o'ynaymiz. Siz kazimatda 5 yil ham o'tira olmaysiz. Buni jiddiy aytyapsizmi?" keskin javob qildi yosh huquqshunos. "Bo'pti, o'ynaganim bo'lsin. Men u yerda 5 yil emas, 15 yil o'tira olaman." 15 yil? Nahotki siz-a? Xitob qildi bankir. "Janoblar, men garovga 2 million tikaman. Roziman. Siz millionlaringizni, men bo'lsam o'z erkimni tikaman", dedi huquqshunos. Shunday qilib, aqlga sig'maydigan ahmoqona garov o'ynaldi. U paytlari millionerning hisobiga yetmayotgan bemulohaza taqdir arzandasining garovdan boshi osmonda edi. Ziyofatda bankir huquqshunosning ustidan kulgancha dedi: "Hoy yigitcha, hushingizni yig'ib oling. Hali ham kech emas. Kamina uchun 2 million pul shunchaki arzimagan narsa. Siz bo'lsangiz zindonda hayotingizni eng gullab yashnagan 3-4 yilni yerga sovurasiz. Zero, kazimatda siz undan ortiq chiday olmaysiz. Yana ham aytaman, umringizning 3-4 yilni yo'qotasiz. Shuni ham unutmangki, eng notavon banda o'z inon ixtiyori bilan o'zini mahkum etish majburiy qamoq jazosiga qaraganda nihoyatda mashaqqatli kechadi. Xohlagan paytingizda ozodlikka chiqish huquqi sizda saqlanib qolganligi bandilikda kechadigan hayotingizni mutassil og'u solib turadi. Sizga rahmim kelgandan aytyapman bu gaplarni." Shu topda bankir xonadan betinam u yoqdan bu yoqqa borib kelar. Shularni eslab o'zini savolga tutardi. Garovning nima keragi bor edi o'zi? Huquqshunosning 15 umrini yo'qotishi, kaminaning 2 million ko'kka sovurishi bilan kimga foyda, kimga ziyon? Bu narsa odamlarga o'lim jazosini beshafqatligini anglatadimi yoki umrbod qamoq jazosini afzalliginimi? Yo'q, aslo unday emas. G'irt bema'nilik bu. Bu narsa kamina tomonidan badavlat kishining shunchaki to'qlikka sho'xligi bo'lsa, huquqshunos tomonidan pulga boylikka xas qo'yish. Tamom, vassalom. Shundan so'ng u o'sha oqshom tag'in nimalar bo'lganini xotirga keltira boshladi. O'shanda barcha mehmonlarning guvohligida garov o'ynanib, uning shartlariga ko'ra yosh
huquqshunos bankirning chorbog'idagi xilvat go'shida qamoq muddatini qattiq nazorat ostida o'tashi lozim edi. Huquqshunos 15 yil davomida oston xatlar chiqmasligi, odamlar bilan uchrashmasligi va ular bilan muloqot qilmasligi, yaqinlar va do'stlardan xat xabar olmasligi kerak edi. Ammo lekin uning cholg'u chalib xaryoya qilishiga, xohlagancha kitob o'qib, yozib, chizishiga, musallas ichib, tamaki chekishiga ruxsat berilardi. Tashqi dunyo bilan esa devordan ataylab ochilgan chog'roq deraza orqali unda ham lom-mim demasdan aloqa o'rnatish ehtiyojlarini bir enlik qog'ozga yozib talab qilishi mumkin edi xolos. O'ziga kerakli barcha kitoblar va musiqa notalari, musallas va tamaki, yemak va ichmak va hokazolar istagancha so'rashga haqqi bor edi. Garovda qamoq muddati 1870-yil 14-noyabr kunduz soat 12 dan 1885-yil 14-noyabr kunduz soat 12 gacha belgilanib, huquqshunosning garov shartlari ozgina buzishi, aytaylik, muddat tugashi 2 daqiqa qolganda kazimatni tark etishi, bankirning unga 2 millionni to'lash majburiyati